Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bu Qala masjidi. Ko'rganlaringizdek Qala masjidi. Sulton 3-Murod zamoniga, Osmonni Sulton 3-Murod zamoniga tuzilgan Qala masjidi. Mana buradagi teshikni oti Yitik toshi. O zamanlarda shaharda bir zot yo'q bo'lsa, topib olgan kishi keltirib shu yerga qo'yar ekan. Bir zotini yo'q qilgan kishi ham darrov shu yerga chopib kelar ekanki, yo'q bo'lgan zoti shu yergalarni bilgani uchun shu yerdan olib ketar ekan. Bu Yitik toshi. Yaxshi nima ekan? Masalan, siz yuzigingizni yo'q qildingiz, bir zotingizni yo'q qildingiz. Bu yerga kelar ekansiz, bu yerga getirip topib olgan kishi qo'ygan bo'lar ekan. Bitta olmay ekan ham egasidan boshqa. Har narsa qay bo'lsa, ya shuni oldiga ya pastlariga yerga sho'rga qo'yar ekan.